Qizlar guruhida faoliyatimni to'xtatganim rost. Bugun bывший labelim tomonidan video joylanibdi. Men qizlar guruhida ketganligim haqida. Joylangan videodan keyin men o'zimdan ham eshitishinglar kerak deb hisobladim. To'g'risi, hamma bo'lgan voqealarni, sabablarini gapirib o'tirish niyatim yo'q. Так вот, guruhdan ketish bu meni fikrim emas edi, bu meni qarorim emas edi va bu meni initsiyativam ham emas edi. Men o'zim bu haqida kecha bildim. Bывший labelim, ya'ni bывший prodyuserim tomonidan bu narsa menga e'lon qilindi va men bu xabarni hech qanaqa konfliktlarsiz, hech qanaqa negativsiz qabul qildim. O'zlariga ham yaxshi muomalada xayrlashdim va hozir ham bu videoni yaxshi notalarda pozitiv bilan yozmoqchiman. Ba'zi savollarga javob beraman. Turmushga chiqmayapman. Ko'pchilik shu savolni berishdi. Turmushga chiqayotganingiz uchun ketdingizmi deb. Yo'q, turmushga chiqmayapman. Ikkinchi savol, osmon bo'lib ketganingiz uchun yo ko'tarilib ketganingiz uchun pisand qilmasdan